Erkapino efendimnin gipini anla. Uqtun mu, ha? Yaxşımsız? Yaxşımısan? San baro qandaq bardı hada, ha? San baro. U yerga berib, nima ish qilasan? Ha? U yer İtaliyaliklar köp deb anladım. Şuna Buğo shundoq, lekin u yerda qolaymiqan? Al qarab mansang, uch ko'chadan o'tib, g'arbga burilsang bo'ladi. Rahmat edi. Hey, to'xta. Sen tunigan izlagan eliqa ikki kishini topa oldingmi? Ular sening nemang bo'ladi, ha? Opam bilan tog'am. Opang bilan tog'ang? Opang seni tashlab etganmi yoki boshqa birisi bilan qaytib ketganmi? Hech qaysisi emas. Rahmat sizga. Marko! 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 Nega borsiz, Marko? Ha? Marko! Agar Xopino efendim so'rab qolsa, meni Sambaro ko'tsidagi Dominka Nochi degan efendimni izlab ketdi deb qo'ying. Ha? Nochi efendim? Moridi efendim shu kishini izlashimni aytgan. Akşam undaq gapni demagansiz-ku. Degan bilanmi, nima foydasi? Biror yeb uch topa oldingizmi? Yo'q, nega borgan bilanmi? Opamning xabarini aqli bo'lmaydigan o'xshaydi. Marko! Nochi efendim menga bir xizmat deb beram degan, izlab boqay. Men o'zim berib izlab boqay. Marko! Attiganlik tomog'ingizni yemagansiz, tuniginki bolkinim bo'lsa elib eling. Rahmat sizga. Marko! Sambaro degan mushkanda. Dominka Nochi efendimni uyi qayerda? Uning uyi ovi. Rahmat sizlarga. Kimni izlaysan? Dominka Nochi efendimni uyimi shumi? Shundoq, lekin u uyda yo'q. U nakatdi. Men nadim bilay. Mening ishim oldirash, qashiliqimma. Kengash a'zosi Moridi efendim uni izladigandi. Moridi efendim? Eliq kengash a'zosi Moridi efendimmi? Nima ish qilib oldiroq demaysan? Yur, uyga kir. Maga. Men Nochi efendimni izlaydim. Nochi? Mana oldingda turmamdi. Yur, uyga kir. Kela, o'lta. Moridi efendim seni nima ish bilan avatgandi? Ilqi, bu Moridi efendimning ishi emas. Sizni men xizmat deb beramdikan degandim. Xizmat? Sangmi? Men tahi Moridi efendim seni bir ish bilan avatga o'xshaydi deb o'ylabdim. Lekin Moridi efendim meni Nochi efendimni izladigandi. Men o'ylab boqay. Xizmat? Sen ko'nglingda tahi xizmat tepib ishlamoqchimi, ha? Shundoq, men Italiyaga qaytadigan xarajatni topay degandim. Italiyaga qaytadigan xarajatni demsan, ha? Pul tepish shundoq o'ng'ay bo'ladigan ish bo'lsa, men mushundoq ko'nida o'ltiratdimmi, ha? Ahmoq bola. Menga bir stakan suv qo'yib-a?
Sana nim bo'ldi, Fiolina? Bir narsa yegim yo'q. Qanday qilamiz? Markoning kallasidan o'tmayotidi. Hech ish yo'q, tezlik yaxshi bo'lib ketadi. Marko xizmat izlayotidi. Bu rost. Hey, qiyinjimi? Mening ansiraydiganim uning opasini topolmay qilishi. Kel, Fiolina, tamoqni yeb bo'lib bizmi izdayli. Lekin qayerdan izdaymiz? To'g'ri. Avval yerlik hukumatga berib so'rab baqaylik. Bo'lmaydi. Yerlik hukumat biz uchun xizmat qilmaydi. Undan ko'ra bu yerda heliq o'yinni qo'yganimiz yaxshi. Qaysi o'yinni? Heliq Barboza chorvachilik maydonida olqishga erishgan o'yinni-chi? Yo'q, men qatnashmayman. Fiolina, mayli sen qanday o'ylagan? O'yin qo'yganda tomoshabinlarning qalbini hayajonga silib, ko'zlaridan yosh oqizish kerak. Mana bu san'atning meg'izi. Tushundingmi? Lekin unda qilib nima qilamiz, dada? Nima qilamiz? Bu nihoyat aniq. O'yin qo'yib donqimizni chiqarsak, har qaysi joylardan bizni o'yin qo'yib berishga taklif qiladi. Biz o'yinning bosh qahramoni Markoning opasini tepishga yordam berishni tomoshabinlardan talab qilamiz. Shunday tomoshabinlardan talab qilamiz. Shuning bilan butun shaharda Markoning opasini izlashdek ta'sirli kayfiyat maydonga keladi. Tushundinglarmi, bolalarim? Aldinglarmi gapimni? Bildim. Bo'ladi, o'yinni qo'yaylik, Fiolina. Bu Marko uchun emasmi? Hikoyaning oxiri ana bola ishqisi Xo'shal xo'ramalda Italiyaga qaytadigan bo'lsin. Unda qilsak bo'lmaydi. Biz tomoshabinlarni ta'sirlantirib yig'iltishimiz kerak. Buning uchun cho'qim Markoning opasi o'lgan bo'lish kerak. Fiolina. Unda bo'lsinmi? Bo'ldi, mushundaq bo'lsin. Xo'jayin. Tunigunki tomoshabinlarning qizg'inligi yodingizdan ko'tarilib ketmaganda? Biz tunigunki tajribalarni kengaytirib, yana bir maydon o'yin qo'yishni o'ylayapmiz. Qanday deysiz? Albatta bo'ladi, biroq o'rin haqqini oldin to'lab o'ting. O'rin haqqi? Chataq yo'q. Men tomoshabinlarning qanday hayajonlanganligini ko'z oldimga keltirib bo'ldim. Bugun kashdagi o'yinimiz. Oldi bilan 25 piso to'lasangiz ham ish joyida bo'ladi. Nima? Lekin oqshom. Unutib qolmang, bugun tunugun emas. Tunugun tog'dagi ishchilarning hammasi bozorga kirgan. Lekin pullarni xajlab bo'lib qaytib ketdi. Qaytib ketdi? Undaq bo'lsa u odamlar ular oyda bir qatim maosh oladi. Nadimi kunda pul xajlaydigan undaq yaxshi ish bo'lsin. Bugun xaridorlar yo'q bo'lg'achqa do'konni balduroq taqay degandim. Sizlar o'rinni so'rab qoldinglar. Undaq bo'lsa, echivering. To'xtab turing, xo'jayin. Boy deyishgan gaplar mushi joyida qolsin. Siz do'konni balduroq etaydigan bo'lsangiz, etavering. Shundaq, etavering. Sizlar atiyalik choy puli qancha? Konjeto, biz mangaylik. Biz uchun eng yaxshi joy yanalar cho'ng ko'chgan. Shundaq. Qaraganda, yana yengvashdan boshlasak bo'g'arak. Francisco Merli, bu ismni anglamaganda qilaman-ku. Moridi efendim yolg'on ism qo'llangan bo'lishi mumkin deydi. Ugo shundaq. Moridi efendimning so'zlarimi o'rinliq. Lekin ko'p ishlardan xabarim bo'lsa-mu, buningga amalim yo'q. Sizmi opamni bu yerda emas demoqchimi? Moridi efendimga o'xshash gap qildingiz-ku. Bu yerda ishlayotgan ayollarning hammasiga men ish tepmagan. Hammasini taniyman. O'zib ayta olmaymanki, u bu yerda emas. Sening xizmatingga kelsak, garchi seni Moridi efendim tanishtirgan bo'lsa-mu, lekin sen bak kichikkansan, sana ish topqili bo'lmaydi. Men oshpaz bo'lsam bo'ladi. Sen nimish qiyliqi yog'och qo'choq teatr umigida ishlamaysan, Men mustaqil ishlamoqchi. Bo'ladi. Men izlab ko'ray, lekin bak ishonch bog'lab ketma. Opa, siz bana? Mama opa. Jura balam.
Bugun ajab sovuq-ku, Shokichik, senmi to'nglab o'tamsan, ha? Ay, bizning qishni o'tkazmaganimiz oson emas-chimi? Buni kerak qilmamsan, ha? Agar bir rumka uzum arig'i bo'lgan bo'lsa, toza yaxshi bo'ladi. Bir narsa yemagiga 3 kun bo'ldi emasmi? Marko, bu siz gap qo'ygan tushlik tomoq. Haqiqatan tomoq yemagansiz. Yeveling, ha? Jiring. Ko'pchilikning yaqindan yordamda bo'lishini umid qilamiz. To'xtang, to'xtang. Janoblari, oqshom ular qavoqxonda qo'ygan o'yin xili olqishga erishdi-dak. Bu Shokichik ashula bilan birga ekanda. Bo'ldi, mangayli. Xo'sh, xo'jayin. Cho. Uning ismi Xapino, shundaqmi? Nima degan dahshatli o'lim bu? Siz mening muhabbat o'timni lofildatdingiz. Fiolina, tez bo'l. Ko'pchilik chiqindar bo'ldigan bo'ldinglar. Konji to'xinimning qaltisma artiga alqish yangirtayli. Qani, ko'proq yordam qilasizlar. Fiolina, tez. Misra kishining ko'nglini tushunmaydigan piqsiqlarga-ku javob kelishini biladigan. Bunda quruq javob bilan bu yerda qandaqmi o'ltiraqlash qilib bo'lsin. Hammamiz quruq qamxiyal. Bo'ldi. Ko'rib bo'lgandan keyin pul to'lash kerak-da. Bu qitim yana mag'lub bo'ldik. Sirtda qo'ygan o'yinimizning birasi muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Mehmon va mehmonxonalarda qo'ygan o'yinlarimizning unumi yaxshi bo'lgan-da. Ijarasini to'lamay o'yin qo'ydigan uydan birasi bo'lganimiz nima degan yaxshi bo'ladi-da? Hada, biz yana yerlik hukumatga berib boqandik. Bo'ladi. Marko, biz bir urinib ko'raylik. Qandaq? Hozir men kerak xizmat. Marko. Qaranglar, bu nima? Ohay, dal vaqtida keldinglar. Men tek sizni izdigilimi haydab turatdim. Meni? Moridi efendim sizlarni og'il odam evatgandi. U bu yerlik obro'li kishi. Men buni burunlab bilatdim. Siz uni u obro'li kishini tanamsiz? Anlagan, shundoq anlagan. Undaq bo'lsa qarang. Xapino umidigilarni og'illar va avatdim. Maramat qilgaysizlar. Mo'yin bir ish ustida maslahatlashmoqchiman. Qarang, noiti aniq yezibdi. Harva? Ishkalda turgan harvimi? Harvga saqlab qoldi. Markoning ishi bilanmi? Balkim shundaqdir. Lekin nimishga Xapino yog'och qo'nchoq umidigilar deydi. Asta misildamay tezroq mansanglarchi. Tezroq harvaga chiqinglar. Talinglar borkan. Qandaqmi odamlarga bundaq osonli talay keladigandir. Bizga qachonmi kelar?
Unda qarabıda olup duruş. Minaş tas etsizken. Nemandaq gap qilasan? Bu yerdagi obro'yli kishining menga ko'z tushgani yaxshi bo'ldi. Endi turmushdan g'am qilmaydigan bo'ldik. Bu yerda o'ltiraqlashib qolaylik. Qandoq dedim, ha? Sizlarni saqlatib qo'ydim. Marko Roshi oqshom japa tatdi. Men siz alayda taklif qilgan Xopeno bo'laman. Yog'och qo'nchoq o'yini bak qiziqarli ekan. Bu ikki qizchaq. Konjito bilan Fiolina. Yog'och qo'nchoq o'yini shunchalik ko'lamda bo'lamdi. Sizning ko'lam deganingiz nimaga qartilgan ekan? Men bozorda ko'rgandek. Bozorda? Bugun bozordagisi kichik bolalarni aldash uchun qo'yilgani. Biz Barbosa chorvachilik maydonida 300 kishiga bir maydon o'yin qo'yib bergandik. Barbosa? Sizlar u yerda o'yin qo'yganmi? Sizlar tanishamsizlar? Barbosa bilan doim ko'rishib turamiz. Ularnikida qo'ygan bo'lsanglar, masala yo'q ekan. Mundaq ishti Xopino apandim. Biz bir ko'zga ko'ringidek teatrxona selishni planlayapmiz. Teatrxona selishni? Shundoq, sizlarmi bilasizlar? Yurtdoshlarimiz Iroq Italiyadan bu yerga kelib, turmushi biroz yaxshilangandan keyin ketyapti. Ularning ma'naviy turmushini beytib, bu yerda yildiz tatqizish uchun ma'lum cho'nglikda teatrxona salayli deyapmiz. Mana, buni qarang. Bu loyiha dastlabda 300 kishi patqudek bir zal solamiz. Ondan 1000 kishi patqudek teatrxonadan birini salayli deyapmiz. Teatrxona? Qurilish bitish munosabati bilan sizlarni bir maydon yog'och qo'nchoq o'yini qo'yib berishga taklif qilmoqchimiz. Albatta, men sizlarning eng isil numurlarni o'rilishinglarni umid qilaman, Xopino apandim. O'yinga tayyor. Bir o'yin bor. Ichilish murosimida qo'yishga hammadan muvaffaq. Marko Roshi. Mana bu balning nurg'un javr jafo chekib, apsini izlaganligi haqidagi hikoya. Biz Barbosa chorvachilik maydonida qattiq olqishga erishgan. Bu hikoyaning bosh qahramoni Marko Roshi. Shundoq Marko Roshi. Yaxshi. Yaxshi tema ekan. Qandoq, Marko Roshi? Sen zalning bitishi uchun kuch qag'in, bo'lamdi. 3 oyda cho'qim bitidi. Apangni tepishga butun kuchimiz bilan yordam qilamiz. Agar rostla ona bola jam bo'ladigan ish bo'lsa, men ikkinglarni sahnaga taklif qilib, yurtdoshlar bilan yuz ko'rishtiraman. Seningcha qandoq, Marko? Nima degan ta'sirlik? Haqiqatan yaxshi o'ylabsiz, Moridi apandim. Agar muvaffaqiyat qozonib qolsak, sizlarni teatrxonada qilishga tavsiya qilaman. Xohlagan vaqtinglarda o'yin qo'ya olasizlar. Bak yaxshi bo'ldi. Bu kam uchraydigan fursatda. Yo'q, men Italiya qo'ydimman. Italiya qo'ydimman. Marko. Qaytgandan keyin biz uni ma'qul keltiramiz. Xotirjam bo'ling apandim, Xotirjam bo'ling. Marko Roshining opsini tepishga men amal qilaman. Ansirmasangmi bo'ladi? Siz opang o'ldi degandingiz-ku. Men xizmat kerak, bildingizmi? Sening xizmat qilishingga men qo'shildim. Qandoq? Biznikida ishla. Bu xizmatga kuch ketmaydi. Faqat Xopino umigida turib barsanglar bo'ladi. Men unda qo'nchoq bo'g'im yo'q, bilasizmi? Marko. Bu ishni sizga topshiray, Xopino apandim. Bu sizlarning umiginglarning istiqboliga munosabatli cho'ng ish. Tushundim. Xotirjam bo'ling apandim. Marko. Qandoq qilaman? Endi qandoq qilaman? Qandoq qilaman? Marko.
Apisi bilan tog'isini izlab, ikkilisining xabarini olamagan Markoning ichi titildab yuradi. Bir kuni hech bir maqsadsiz ko'chaga chiqqan Marko mengib poyezd stansiyasiga kelib qoladi. U bu yerda Marsey ismli bir sargardonga uchrab qoladi. Ular mungdushudi. Marsey Markoning kechirmishlarini anglab hayron qoladi. Marsey söz aralığında Merli degan ismni tilga oladi va Merlini tunuyman deydi. Keyingi qatimda opamning pochurkisi degan qismini ko'ringlar.